Obyekt olguncha ham, hech zamir qilguncha ham ko'zlaring yosh chiqib ketadimi? Menga shunaqa holat bo'ldi, men shu obyektni olgunimcha. Chunki bundan oldin necha minglab obyektlar tugatib berganmiz, unaqa holat bo'lmagan. Sababini bilishni xohlaysizlarmi? 1 minut vaqtni ajratsalaring bo'ldi. Sababi bu xonadonimizning qo'shnilari Uguloyda katta uchastka. Undan oldin 3-4 marta kelib zamin qilib o'lchab hisob-kitoblarni qilib berganman. Bizda nasib qilmagan boshqa ustalarni tushirib yuborganlar, qo'shnilari. Shu bilan keyin bu xonadonning egalari "Sen uyingga tosh ustalar ishladi, shularni nomerini ber, uyim tosh qildirmoqchi" deb so'raganlarga u qo'shnilar aytibdilar-ki, "Yo'q, bu ustalar senga nomerini bera olmayman. Chunki bu ustalar xulqi odobi, ishi menga yoqmadi. Bundan oldin kelib o'lchagan bolalar anchadan kuzatib yurayim, Tokzor Miramov seri jamoasini, ularni tavsiya qilaman. Shularni ishlar baraka topsin" deganlarni eshitib bor, ko'zimdan yosh chiqib ketgandi. Bu obyektimiz Instagram hech qanaqa joydan olmaganman. Qo'shnilar tavsiya qilgan, o'zini uyiga ishlagan ustalar emas, Tokzor Miramov seri jamoasini tavsiya qilgan. Siz ham shunaqa afsuslanib qolmasligi uchun Tokzor Miramov seri kuzatishda davom eting. Xizmatlarimizda bemalol nomerlarimizni telefon qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.